Mana bitta savol bersam, bizda sotsialniy savol javob ketyapti ko'chada. Orzungizdagi inson qanaqa bo'lishi kerak? Mehribon. Yana qanaqa bo'lsa? Qo'li ochiq. Oyligiga keladigan bo'lsa, oyiga qancha topsa sizga qulay? Sizga yetadigan darajada standart oladigan bo'lsa, O'rtacha hayot ya'ni aylanishdan tashqari 15 million. Okey, 15 million. Bo'yi taxminan qanaqa bo'lsin? siznikida 187 bo'lsin, значит. Okey. Keyingi savol, soqoli bo'lsinmi yoki bo'lmasinmi? o'ziga yarasha. Qur'atni baravar. 50 yil. Unda, bo'lmasa ham yoki bo'lsa ham. Kiyinish stili taxminan qanaqa bo'lsin? Klassika deydigan bo'lsa, может, qop-qora kiyim olgan bo'lsa. Klassika. Keyingi savol, ochkisi bo'lsa. Ma'qul bo'larmidi? Ochkisi bo'lishi kerak. Keyingi savol, kasbi. Misol uchun yozuvchi bo'ladigan bo'lsa. Yaxshi pul topsa mayli. No, yaxshi pul topadi. Ishonavering. Mayli. Agar birinchi bo'lib sizga gap otishga uyaladigan bo'lsa, siz gaplarimiz birinchi bo'lib, Qanaqadir nima yo'q bo'lsa, menimcha-da, lekin o'zim bormayman hech qachon. sizga nima gap aytsa yoqadi o'zi? Bunaqa narsa yo'q aslida. Misol uchun sizni oldingizga kelib turib yulduz chaqnasi, bu har bitta mo'jiza, ya'ni to'g'rini turibdi. Rahmat. Shunaqa desa, demoqchiman. Priятно bo'ladi. Gapish. To'g'risini aytaman, ichidan bir kuzatdim. Va qanaqasi gap otishni bilaman. Oxirgi variantim shu yo'l orqali bo'ldi. Dostoyevskiy shunaqa degan. Yulduzlar bekordan bekorga to'qnashmaydi. Har bitta to'qnashish bu har bir mo'jiza. Men bo'lsa bugun bekordan bekor to'qnashganini ko'rmanman. Ya'ni mo'jizani. Mo'jiza bo'lsa biz sen bilan uchrashganimiz. Qo'l bilan bo'lmasa ham masofada tanishishga lozimsiz. Mana ismim Dostonovich. Malika. Biz hali ham shunaqa ochiq ko'ngil, samimiy insonlar ko'chada bormi-yo'qmi tekshirib ko'rgani ko'chaga chiqdik va bugun sizni uchratdik. Uchratgandan juda ham xursand bo'ldim. Mana.